akamizni yoshlari 40 yoshdalar. Hamma mendan so'rashadi, 40 yoshda yoki 30 dan oshganda til o'rgansa bo'ladimi, iloji bormi? Umuman olganda mana endi qabul qiladimi, yo'qmi deb. Mana bunga bugun tirik misol bo'lib turib, Murod akamizni bir qisqa intervyuga chorlaymiz. Assalomu alaykum Murod aka. Va alaykum salom aka. Yaxshimisiz? Aka, Germaniyaga kirib kelganingizga qancha vaqt bo'ldi? Germaniyaga 27-oktyabrda Germaniyaga kelgandik. 2 hafta bo'lib qoldi. Men bu yerga keldim. Xo'p, taassurotlar qanaqa Germaniya haqida aka? Men o'ylagandan juda ham boshqacha. Men boshqacha deb o'ylagandim. Bu yerga keldim. Shokka tushmadingizmi? Tushuna olyapsizmi? Va xalqini va dialekti, ya'ni shevada gapirishadi. Bilaman boshida qiyinchilik bo'lishi mumkin. Atak. Eplab ketsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, bu yerga keldim haqiqatan ham baribir kelgan odam shokka tushadi, menimcha. Bu yerda ularning gapirishi juda tez gapirar ekan, shevasida gapiradi. Lekin shu bitta gapini so'zini tushunib qolsangiz, o'sha o'zidan xulosa chiqarasiz, bu anaqa deyapti, bu nima deyapti degan tushuna olasiz. Bitta so'zni ikkita so'zni bilib olsangiz, baribir sizga biz lozim degan qo'ygansiz-ku. Ha, akamizni yoshlari 40 yoshdalar. Bo'lsa 40 yosh to'ldingiz-a, Murod aka? Mana yoshini misol qilib ba'zilar 40 yoshdan o'tganlar ham yozishgan yoki 30 dan oshgan akamiz o'tgan safar yozgandi. Mana aka, tirik guvohsiz-ku. Agar ishonmagan bo'lsangiz, akamizda biroz muammoliroq bo'ldi, lekin Toshkent Buxoro orasi bir qadam bo'lib qoldi. Boyagi hech qachon voz kechmadi, boyagi imtihonlarni qayta topshirib, sertifikatlarni olib, lekin mana maqsadiga erishdi, ko'rib turibsizlar. Haqiqatan ham 38 yoshimda tayyorlanishni boshladim, bu arada ishladim, oilam bor. Lekin barcha qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan bir amaldan sertifikatni ola oldim va Germaniyaga keldim. Shu Germaniyaga kelishim kerak edi, shu Germaniyaga kelish. Ha, Germaniyaga kelish qanday bo'ldi? O'zingiz keldingizmi? Qandaydir firma bilan keldingizmi? Biza Novoy agensiya firmasi orqali keldik. Shu yerda haqqini hammasini shu firma to'lab berdi, shu ishxonamizga kelguncha. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolish kerak ekan. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.